Kutib olinglar faqat sizlar uchun Bestuning B70 10x dan 300% aqlli, ataga 20 million so'm qimmat xolos. Narx qiziqmi? Oxirida aytaman, maza qilasiz. Akalar, o'zi dehqonlar kuchaydi. Okasam shimlar mashinani o'ta jinnisi mendan so'radingiz-ku, 10x dan aqlliroq, bir 200% aqlliroq, puli arzonroq bo'lsin dedingiz-ku, men o'sha mashinani sizga topdim. Komfortligini qarang. Bunda siz o'sha o'ylagan, miyangizda o'ylagan haqiqiy holatlar bor. Mana uni qaranglarda, eng meni qiziqtirgan narsa, voh, bagajining kattaligini qarang. Hali trak so'rayapsizlar, o'shandan ham bagaj katta. Akalar, bagaj maza qilgizdirib yubordimmi? Bu mashinani olganingizdan keyin 3-4 ta yaqinlaringiz bor, shular bilan toqqa chiqib, choyxona ham uyushtirib olsangiz bo'laveradi deydi. Akalar, mashinani holati 700 million, 800 millionlik fasad beryaptimi? Bu qanaqa mashina demoqchimisiz? Buni men sizga ko'rsataman. Oldilarini qarang. Bu mashinamiz Bestuning B70. Salonlariga bir baho berasiz. Hammaga hozir kunda narx qiziq. Ataga 256 million. Bunga like bosib qo'ying. Bundan ham zo'r videolarni qo'yib boramiz. Akalar, manzillarimizni aytamiz. Farg'ona shahar aeroport ro'parasida, Jem avtosaloni yonginasida Bestuning 212 ga kelaverasizlar. Pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Har doimgidek joninglar sog' bo'lsin. Tirishgan aytchi.